Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti 2008 yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 24-bob. Turmidagi kurash. 1. Gulbog'dagi Van Savuzning uyida mast holatida qo'lga ilinib, kechida soqchi idorasining turmasiga tashlangan Osman kayflikda xudini bilmay bir kechini o'tkazdi. Ertasi xilib bir vaqt o'tgandan keyin uning mastligi yeshilib ko'zini ochdi. U ko'zini uvlab, beshini ko'tardi-da, turmaning to'rt atrofiga sapsilib qaradi-yu, o'zining hozir nada turayotganligini bilolmadi. Bu yer Van Savuzning mayxonasiga o'xshashmaydi. U qattiq og'rib turgan beshni silkib o'tib, yana tam to'rislarga ko'z tashladi. Yanıla hech nimani sezolmadi. Aroqning sulbidan asirga tushgan bu mahbus yotgan uy viloyatlik soqchi idorasining turmasining 8-nomerlik kameri edi. Zay, tar, sesiq bu kamerning 3dan 2 qismiga pakar supa qilingan. Supa ustiga shal paxli yeyilgan, kichik tunluk to'mir bilan qo'yuq rishatkalangan. Kamerning qilin yog'ochdan qilingan ishki cho'ng va yopiloq uzun to'mir bilan 3 yerdan chambarlanib quluplangan. Ishikning usti tarafida tovoq patquchilik to'shki bo'lib, mahbuslarga shu to'shikdan zag'ra, dog' suv beriladi va keyin quluplanadi. Kamer supsining bulingda ig'ir yurak kesili bilan qiynalib yotgan 30 yoshlik bir kishining injiqlishi, nolisi bargan sari kuchayib boradi. Osman darhol bu kesal mahbusga qaradi-da, o'rnidan turib uning qishiga bordi. Kesal mahbus ko'zini sal ichib Osmonga bir qarab og'riq azobidan yana ko'zini yumib oldi. "Aka," dedi Osman uningdan so'rab, "Biz yetayotgan bu qayer?" Kesal mahbus og'riq azobiga bardoshlik berib turib, bu yangi mahbusning savoliga javob berdi. "Qayer bo'ladi? Turma degan shu. Qaningni sho'raydigan zindon degan shu." Bu so'zni anglab, Osman cho'chib ketdi-da, mahbusning qishidan asta qo'zg'alib, supidan pastga tushdi. U supining qirg'oqida o'ltirib, bir soatcha o'yga cho'kdi. U onasini asladi. U Chin Shensangning mayxonasini, Van Savuzning uyini, ichgan haroqlarini, Yekim bilan Mehmet Aysani, mastlikda aytgan naqshisini va mastlikda o'zini tutib ololmay, og'izdan chiqib ketgan maxfiy sirlarni asladi. Bu ishlar uning esiga bir-birlab kelib, uni qiynashga boshladi. Oldinib qopqonga tushib qolgan bu ahmoq amdi vijdon azobida birdamdala hayotidan voz kechish darajasiga yetdi. Uning ko'z oldida dunyo qorong'ulashdi. U yiniga silib yuradigan qalamtirishini izladi. Lekin soqchilar oqshomla uni yinini aqtirib ilib olgan edi. U o'zini o'ltirib olg'ili hech narsa topolmagandan keyin texmu asabiylashib, o'rnidan dast turib tomni tepishga, o'zini o'zi mushlashga boshladi. U o'nsilib yig'lab kamerning ichini pirqiraydi. Darmonsiz yotgan kesal mahbus bu ahvolni ko'rib taqat qilolmay, Osmanni asta yiniga qichqardi va uningga tasalli bermak bo'lib, "Ukam, nima bo'lding? Kel qishimga. Dardingni avval menga deb baqina, men bir anglay", dedi. Biroq Osmanning quliqiga hozir hech nima kirmaydi. U kesal mahbusning nihoyatda past ovoz bilan aranliq qilgan so'zini aniq anglay olmay qoldi. U ikki qo'li bilan gilini bo'g'ib xirqirashga boshladi. Lekin o'z qo'li bilan o'z gilini bo'g'ib o'lib olish mumkin emas edi. U o'zini o'zi mushtlab, yuz ko'zlarini ko'kartirdi. Chapan ko'nglaklarning yaqinlarini yirtib, tugmalarini uzib tashladi. Og'riq mahbus bu parakanchilikka sabr qila olmay, oxiri tishini tishlab turib, asta beshini ko'tardi-da, "Ukam, o'zingmi, menga behuda azob solma. Mening qishimga kelib ahvolingni so'zlab boq. Men sana qo'limdan kelishicha yordam beraman. O'zingdan cho'ngining so'zini anglasang yomon ketmaydi", deb Osmanni qishiga qichqardi. Osman bir soatdan ortiq azoblanib, xili charchagan edi. U oxiri
Ağırıq mahbusqa dərdin töküş qararıga keldi-də, ağırıqның yeniga berib olturub, ikki alqını bilan yüzünü etivilib, öksüp yığlaşqa başladı. U yığısını yarım saatcha davam qıldırdı. Osmanның yığısı pasayishiga, "Ukam, so'zla, men bir anglay. Bu yig'laydigan joy emas, kurash qildigan joy. Jinim ukam, sen kichik bola ekansan, go'daklik qilma. So'zla, men bir anglay." dedi kesel mahbus. Kesel mahbusning bu so'zi Osmanga birdinla ta'sir qildi-da, u yig'isini to'xtatib, "Men cho'ng xatolik o'tkazdim. Jinim aka, men qattiq azoblanyapman. Mening hayot turganimdan o'lganim yaxshi", dedi. Osman orqadan yana yig'ilmoqchi bo'lib edi. Kesel mahbus yangi savol bilan uning yig'isini qaytarib etdi. "Unda xato o'ylama. O'zingni o'zing azoblamay, beshingga kelgan ishni manga-da. Men sana cho'qim yordam bera olayman. Ma'qul aka, o'lib ketsam-mo sizga dardimni to'kilib, andin o'lay", dedi-da, u yaqindan buyon haroqqa berilib, Chin Shensang bilan Song Tatayning mayxonasiga qarzga bo'g'ilib qolganligini, bu ahvoldan xabar topgan Mehmet Aysoning qarz uzib qo'yish hilasi bilan o'zini Wang Saozning uyida qo'ndirib qolganligini, atsi Hikim bilan Loxorning paydo bo'lib qolganligini, kaytlikda muhim maxfiyatlikni pash qilib qo'yganligini va mayxonada aytgan naqshining mazmuni qatorliq voqealarni bir-birlab so'zladi. "Ukam, bu yil necha kirding?" deb so'radi kesel mahbus. Osmanning so'zini birar qur anglab bo'lgandan keyin uning tarjimali bilan tanishib bakmoqchi bo'lib, "Bu yil to'p-to'g'ri 18 ga kirdim. Sizlar nalik? Atam hunarvan odam edi. Yozda tamchilik qiladi. Kuzda yar-yar harvaning chaqini, qishda uruk yog'ichidan tavoq va qo'shq yasaydi. At yozda bo'richilik qiladi. Atam yer zamin tutmagan ekan. Yurt yurib hunar qilib, opam bilan meni boqatdi. Men Avat noyasining Dolan Kalpin degan yerda tug'ilgan ekanman. 3 yoshimda u yerdan ko'chib, Qumboshqa keldik. Men shu yerda boshlang'ich maktabni bitirdim. Keyin Qaratalga ketdik. Qaratalda bir qish qishlab, yozga ulashganda Kuchaga ketdik. Atam hunar qo'g'ilishib, mushundaq sargardonlik turmush kechirdi. 3 yil burun Aqsuning Koni mabxonasiga kelib o'rinlashdik. Shu yili qishda atam o'lib ketdi. Men og'riqchan opam bilan qoldim. Ukam, sen kichik turib, Li Mutallib bilan qandoq tanishib qolding?" Kesel mahbus kamera ichidagi bu suhbatni palla cho'nqurlashtirishga boshladi. Lekin Osman Mehmet Isa bilan Hikimning razilligini esiga keltirdi-da, "Xafa bo'lmang aka, men hayvonning olisi tishida, odamning olis ichida degan hikmatli so'zning qadr-qimmatini amdi bilib oldim. Sizga yuqoridagidan ortiq so'zlab bera olmayman", dedi kesel mahbusqa. "Men sening qalbingni tushundim, uka. Biroq bir ikki qatim ozg'ining uchunla mushundaq tushkunlashish yo'li qarab mangsang, to'q yurak bo'lib qolsan-da, oxiri berib tarki dunyolik va qo'lidan hech ish kelmaydigan jur'atsizlik xatoligiga giriftor bo'lib qolasan. Mening yishim siznikidan cho'ng. Men sening otang bilan tangdimatlik bo'lishim mumkin. Mening beshimdan o'tgan sarguzashtlarning mingdan birini sen taxi ko'rmagan. Men Hili sen degan hayvonning olisi tishida, odamning olisi ichida degan hikmatli so'zni 100 ming qatim sinoqdan o'tkazgan. Uning dardini ko'p tortgan, lekin cho'chib ketganim yo'q. Undaq bo'lsa", dedi Osman kesel mahbusning so'ziga yanala ishnalmay. "So'zni buningdan keyin tan qilayli. So'zning yerimini siz qiling, yerimini men qilay. Beshimizga kelsa tan ko'rayli." "Tan ko'rmayli", dedi kesel mahbus kulib tashlab. "Bo'ldi, menla ko'rayfka. Sening oldingda hozir intayin cho'ng sinoq turibdi. Seni ular bu turmiga bekorga akirishmagan. Sen Wang Saozning uyida quyruqingni josuslarga tutqizib qo'ygandan keyin seni yanamo sharmanda qilish uchun Li Mutallibni so'roq qilganda, so'roq ustiga seni guvohlikqa chiqdi. Ular seningdan Li Mutallibni setib berishni, uni qaralash majburiyatini o'tashni talab qiladi. Ularning kutayotgani shu. Qanday qilmoqchisan?" Kesel mahbus Osmanning ajallik yerini tutib oldi. Osman buni anglab
o'rnidan sakrab turib ketdi-da, kameraning ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Uning ikki ko'zidan o't chaqnab ketdi. Oxiri u jinining barcha tepib, kamera supsining bir burjigini buzib tashladi. Ondan g'azablanib, kamera eshigini buzg'ili manganda, "Ukam, beri kel, o'zingni besib ol. Sinoq texi keyin karomatingni so'roqchining oldida ko'rsat. Biz hozir ig'ir besiqlik bilan so'zlashaylik. Bizning bu hikoyamiz uzun ham ahamiyatlik. Bu so'zlarning sana foydasi ko'p", deb kesal mahbus uni yana qichqardi. Osman kesal mahbusning bu so'zidan keyin sal pastgo'ga tushib, "Ma'qul aka, sizni aymisam, bu do'zaxni buzib chiqib, Yikim bilan Mehmet İsa'ni so'yib tashlaydim", dedi. "To'g'ri aytsan, lekin sen texnadan. Yikim bilan Mehmet İsa parda oldidagisi, parda orqasidagini bilalasang, ondan aqli kamolatga yetgan vijdonigiz bo'lading. Ha? Tex mundaqdan. Shunga avval hikoya angla da'vatiman. Sen baya mendanmi gumonlanding. Men oz kunda o'lib ketaman. Sen yetim bola ekansan. Yinimda azroq pul bor. Uni sana xolsani qoldirib ketaman. Og'riqchan onangga chiqarib ber. Onang namozida rohimga duo qilib qo'ysa bo'ldi. Aka, siz hozir xil yaxshi turyapsiz. Neri biri ishni yodingizga keltirmang." "Yo'q, ukam, keselimni o'zim bilaman. Yuragimning tozisi yo'q." Kamera ishining qulp zanjirlari jaraq-juruq qildi-da, eshik ichilib gundupaylar tushlik tomoq akirdi. Osman bir qacha shifan va qo'shib berilgan yarim zag'ir nonni ilib, og'riqning yiniga opirib qo'yib, ondan o'ziga tegishligini berib oldi. Gundupaylar kamera ishigini taqab ketmoqchi bo'lib edi. Osman jon jahli bilan ishikka esilib taqat quzmidi. "Ha, nima gaping bor?" dedi gundupaylardan biri Osmonga devaylab kelib. Yog'oq yuz, qora cho'qur, yeshi 50 dan oshgan bu gundupayning qo'lida bir temir halqaga bekitilgan birer yuzdak ochqish turadi. Boshqa gundupaylar bu joyda 1-2 yillar ishlab qisos tutishdan qo'rqib, bir iloj qilib kasb almashtirib ketadi. Lekin bu gundupay bo'lsa, mushu ishni eng yaxshi kasb deb qarab, umr vayatlikka tanlab olgan edi. U al qisosu minal haqni zodi tushunmaydigan maxluq edi. U qo'lida temir halqaga bekitilgan turma ochqishlarini doim sharaqlatib o'ynatib mang'atdi. Ochqishlarning sharaqlagan ovozidan xushal bo'lib ketadi. U mushu ochqishlari bilan nurg'un vatanparvar kishilarni sepil tegidiki xandak azgalga ko'mayotgan edi. U mahbuslarning oilasidan kelgan pul-puchak, mol-mulklarning ko'p qismini yutib ketadi. U kundan kunga samirib, puti, qo'li va bo'yni qisqa, qo'rsqi yo'g'on, quliqi g'alita cho'ng bir maxluqqa aylangan edi. "Avi yotgan kishi kim?" so'radi Osman g'azab bilan Gundupaydan. "Bu yerga kim kiradi? Jinoyatchi bo'lmamdi?" dedi Gundupay talvilik bilan. "U kishining jinoyati nima? Uni vujujandan so'ra. Uningdan boshqa bildiganlar yo'qmi? Xo'jayin bilmay, boshqalari qandoq biladi? Sen bu odamning kasalligini bilamsan? Uning kasalligi bilan karim yo'q. O'lsa ko'mib tashlayman. Bu kishi o'lib ketsa, sana nima foydasi bor?" dedi Osman yana gijinligiga elib turgun qiyofatda. Gundupay Osmanning g'azabidan bir oz cho'chib, yana ortiqcha ta'tirlik qilib turib olmadi. Chunki hozir uningga kajliq foyda bermaydi. Gundupay ya oldiga mang'almay, ya tiliga gap kelmay, g'iqqida bo'lib turib qoldi. "Yotgan kishi", dedi Osman yana. "Yurak kesli bor, jinoyat yo'q kishi. Sen ata mau pulga bir quta yurak og'riqi dorisi yetkazib berasan. Bir sivat tatliq o'rik kirgizib berasan. Mana mau 5 so'm topan haqqinga." Bo'ldi, dedi Gundupay Osmanning changilidan qutulganiga xo'sh bo'lib. Ikkinchi, Gundupay kamera ishigini taqab chiqib ketgandan keyin jinidan to'yib turgan Osman o'zining qahramonligidan rozi bo'lib, kulimsirashga boshladi. Kesal mahbus bo'lsa, Osmanning qaramligidan mazza qilib kulib ketdi. Ikkaylan allaqachon sovib qolgan tamoqini yeb bo'lib, boyiqi suhbatini davomlashtirdi. "Aka,
Siz qandaq qilib yurak kesligiga giriftar bo'lib qoldingiz? Obdan so'radim ukam. Agar bu nas uyda yolg'iz yetib o'lib ketib qolsam, armonda ketgan bo'lardim. Men asli ustini atishdan, kasbim tijoratchi. Men yaqinda 2 harbiga zilchi gilam, shoyi atlas va Qashqar Hazratning shotvarini besib, Urumchiga ketib boratdim. O'tgan oyning 5-da boyning Sayram, Qizil yezilaridan o'tib Davonga borganda, Davonni to'sib turgan kuchadagi Qo'rchoq otliq qismning chiriklari harvidiki hamma narsalarimni bulab ketdi. Men qarshilik ko'rsatdim. Ular ili o'g'irlarga sovg'at qilish uchun ilib mangan mol deb tuhmat qildi. Men Urumchiga ilib mangdim dedim. Ular bu bizning o'ljimiz dedi. Men bu bulonchilik fuqaroning milini o'ljalgan nadi bor dedim. Ular yo'lsizlik qildi. Men bu nohaqchilik chidab turolmay mol mulkimga esildim. Qaroqchilar 50 dan ortiq kishi edi. Ular meni besib olib maydamga orqa-orqadan dastlashdi. Men hushimdan ketib qilibdiman. Orqadan meni harvig'a yotqizib, 5 askar yolg'on ma'lumot bilan mushu turmaga akilib berishibdi. Kesal mahbus so'zlab mushu yerga kelganda teniqidan to'xtab qolgandek bo'ldi. U ikki ko'zni ching yumib oldi. Yipi uzilgan marjandek taramlab to'kilayotgan yosh burnining ikki yenidan eqib tushgan peti qop-qora burutining usti tarpi bilan ikki javg'iga berib to'xtab qoladi. Osmon qo'l yog'liqini ilib uning alamlik ko'z yoshlarini asta surtib qo'ydi. Qo'rqib ketgan Osmon uning tomirini tutib baqdi. Uning tomiri sus so'qiyotdi. "Ukam, qo'rqma. Texi 1-2 kunlik umrim bor", dedi tijoratchi tasdiqda. "Hech bo'lmaganda hikoyam tugagicha jinim chiqib ketmasligi mumkin. Bayatdan bir oz aylanib ketib qilibdiman." "Aka", dedi Osmon ko'ngli tingandan keyin yana savol so'rab. "Siz o'qiganmi?" "O'qigan, ukam. Kichkimda diniy maktabda, keyin fanniy maktabda o'qigan. Men Qashqarda boshlangan yangi ma'rifning birinchi avlod o'quvchisi. Men o'qigan maktabni Mahmudiya deb ataydi. Men eng yaxshi o'qiganlarning biri edim. Undaq bo'lsa, siz nimishqa o'qituvchi bo'lmay, tijoratchi bo'lib qoldingiz?" "Bu tanlash masalasi, ukam. Men aslida o'qituvchi bo'lib umrimni ma'rifga bag'ishlamoqchi edim. Keyin pul bo'lmasa ma'rifni yo'lga qo'yg'il bo'lmaydiganligini bildim. Pul o chaqlarda savdo tijorat yo'li bilan qo'lga keladi. Savdo tijorat bo'lsa yurt aylanish orqali oqatdi. Shundaq qilib men ham tijoratchi, ham sayohatchi bo'lib qoldim." Mahbus so'zlab mushu yerga kelganda uning o'yiga mangan turgan yerlari kelib olgan bo'lsa kerak, yana ko'zini yumib oldi. U Marko Polodek jahonni bir aylanib chiqolmasimi, lekin mushu o'lka doirasida hamma yerni bir necha qatimdan aralagan edi. "Siz Xotanga borganmi?" dedi Osmon tijoratchini yana so'zga taklif qilib. "Qiziq ekansan, ukam. Xotanga bormagan kishi tijoratchi hisoblanmaydi. Xotan zilcha, gilam, shoyi atlasning makoni. Bu navbat Qizilda qaroqchilar bulab ketgan 2 harvon milim o'tgan oyda Xotanga o'zim berib akelgan zilchi gilam, shoyi atlaslar edi. Men burunmo Xotanga doim boratdim. Xotanda yosh o'lib ketgan shoir Ahmad G'ofurni tanimsiz?" "Taniyman. U oqso'liq shoir edi. U bo'y turqi kelishgan, zehni o'tkir yigit bo'lib, Xotan xalq orasida cho'ng obro'ga ega bo'lgan. Afsuski, u yosh turibla olamdan o'tdi. Uning yodikor taxallusi bilan yozgan she'rlarini Xotan xalqi hilimo qiziqib o'qiydi." Osmon buni anglab bir necha minutcha yerga qarab jim turib qoldi. Uning ko'zlaridan yosh agidi. Lekin Osmon kesal mahbusni taqozo qilmay, darhol o'zi so'z boshladi. "Aka, siz bir oz dam eling. Charchab ketdingiz. Hikoyamiz bir-biriga o'linadi. Bu hikoyaning oxirini endi men so'zlab beray. Ahmad G'ofur mening nevra aka bo'ladi. U Urumchida o'qigan chig'idala Li Mutallib va Bilal Azizi bilan tanishgan ham do'st bo'lishgan ekan. Bilal Azizi Oqsuga kelganda akam Xotanga o'qituvchi bo'lib ketgan.
Bilal Azizi bilan u doim xat yozishib turardi. Bilal Azizi Aqsu Koni shahardan Yeng shaharga kelsila, onamni yo'qlab turardi. Ham xat keldimi deb so'raydi. Akam menga xat yozsa, Bilal Aziziga salom aytishimni havola qiladi. Men atayin Koni shaharga kirib, Bilal Aziziga akamning salomini yetkazib qo'yatdim. U chaqda Li Mutallib texi Aqsuga kelmagan edi. Akam o'lib ketganda Bilal Azizi o'zi pul chiqarib bizning uyda akamning nazarini qilib berdi. Ularning orasidagi cho'nqur muhabbatni ana shuningdan his qilg'ili bo'ladi. Li Mutallib Aqsuga yetib kelgandan keyin Bilal akam Lutfullah akamni uyimizga ko'p qatim boshlab keldi. Keyin Munirdan Xo'ja akammo keladigan bo'ldi. Anam hikoyachi ayol edi. Ular o'ltirib anamdan hikoya anglaydi. Mening ular bilan tanishib qilishim ana shu Ahmad G'ofur akamning hurmati orqali bo'lgan. Ularning suhbati texi oyoqlashmagan edi. Kasal mahbusning qizmisi yana eshib ketdi. Osman ikki qo'lini uning peshonasiga qo'yib, uzungacha qarab o'ltirdi. Digar vaqtida kamirning eshigi ochilib, Gundupaylar kashlik tamoq akardi. Bir savat kishmish urukni ko'tarib kirgan Gundupay: "Pulingga yana 2 savat uruk keladi. Qolganini at o'gungacha yetkazib beraman", dedi Osmonga qarab. "Bo'ladi, lekin mavi kasalning holi og'ir. Yurak og'riqi dorisini tezroq yetkazib ber." Osmon dori to'g'risida Gundupayga yana jikilab qo'ydi. Turmining ta'msiz tamoqi uning gilidan o'tmidi bo'lg'ay, kasal mahbus tamoq yegili unimidi. Osman iloj qilolmay kishimish urukdan zo'rlab aran deganda 10 nachni yegizdi. 1 soat o'tgandan keyin kasalning qizmisi bir oz pasaydi va aram tutib uyquga ketdi. Osmanmu o'zi yolg'iz xiyol surib bir oza o'tgandan keyin uxlab qoldi. Atsi Osman uyqusidan uyg'onib qarasa, og'riq mahbus to'risqa qarab xiyol surib yetibdi. "Aka, ahvolingiz bugun qandaqroq?" dedi Osman o'rnidan turib, uningdan ahvol so'rab. "Rahmat, ukam. Qizitmam yongandan keyin bir oz aram oldim. Oqshamqi kishmish urukdan", dedi Osman. "Tomiringizning ochiqchig'ida ozroq yeb boqamsiz?" U ma'qul bo'lgandan keyin Osman yana 10 necha urukni tanlab og'riqqa yegizdi. Bir mal o'tgandan keyin ular yana tunugun boshlagan hikoyasini davomlashtirdi. "Men azaldan haroq sharob ichmaydim. Onammo haroq sharob ichishni harom deb yomon ko'radi va meni bu yo'lga yaqin yo'latmaydi. Lekin men ishsiz qoldim. Bo'libmi yetimlikda ko'proq o'qiy olmaganimga ichim pushatdi. Beshim toza gangrab turganda mahallamizga bir qancha bola ichib pushqi qilamiz deb boshlab berib, mayxonada menga haroq ichirib qo'ydi. Men onamdan tap tortib, uyga bora olmagan kechalarimmi bo'ldi. Do'sting qog'i bo'lsa, yeyishing po'q degan rost ekan. Boshqalar mehmon qilsa, yeb ichiversam bo'lmas deb menmo mehmon qildim. Ammo pulim bo'lmag'achqa, chin shensan degan maypurishqa bir muncha qarzdor bo'lib qoldim. Bir kuni rasida tursam, burun men bilan azroq haroq ichishgan Mehmet Isa uchrab, meni chin shensanning mayxonasiga boshlab bordi. Uning bilan ichishdik. Qarzimni to'lab qo'ydi. Ondan u meni Vangsavznikiga apardi. Bu ahvolning bosh oyg'ini sizga tunugun aytib berdim. Buning oqibatiga hozir mening aqlim yetmadi. "Ukam, sen", dedi kasal mahbus, "mushu ishning oqibatini vijdonim bilan o'ylanib, boya men degandek oldindagi qattiq imtihonga qahramonlik bilan javob bera olsang, u chaqda sizning mangu shon sharping bo'ladi. Mushu tarafni o'ylashdingmi? Yo'q, faqat o'lib olishni xohlayapman." Kasal mahbus Osmonning xiyolidagi ziddiyatning hal qilish yo'lida kuchli ta'sir ko'rsatishga boshladi. "O'lib olish nomardlik bo'ladi. Ham u sana bir muncha badnomlarni keltirib berdi. Dushmanni kuldirdi, do'stlarni yig'iltidi. Dushman bilan kurash qilib, o'q yeb o'lgan eng cho'ng sharaf. O'q yegandimi oldi tarafdan yeyish sharaf. Orqa tarafdan o'q yesa O'g'izxon xafa bo'ladi. Shoir Li Mutallibning oldida, akang marhum shoir Ahmad G'ofurning oldida qora yuz bo'lib qolmayman desang, akangdek sharafga ega bo'lman desang, sening birdan bir chiqish yo'ling
Batırlıq və fidakarlıq göstəriş. Şu çağda seni xalq hargiz unutmaydı. Xuddi akani xotan xalqi unutmagandek. Bu sözler Osmanның qalbiga yangi kuch berishga boshladi. U og'riqning ko'ziga mehribonlik bilan tikilib qaraydi. Jigir bar o'g'il bola, dedi mahbus yana. Ana shundoq bo'lishi lozim. Jang, zindon, turma eng botir odamlarning irodasini sinaydigan imtihon maydoni. Men nurg'un shahar, yuzlarni ko'rdim. Nurg'un qahramonlarning ish faoliyatlarini, nazm ruboiylarini angladim, o'qidim. Men so'zimning oxirida shu nazmidan 4ni sana sovg'a qilay. Sen uni esingda chin saqla. Angushtar o'rinda bil. Mahbus yenidan qora ko'mirga o'xshib ketadigan kichikkina bir parcha yumshoq qora madan toshni oldida Osmonga tutqizib, kamirning sharqiy timiga birinchi ruboiyni chiroyli yozishni tavsiya qildi. Osmon o'rnidan turdi va mahbusning topshirig'i bilan tamga kvadrat shaklida doira chizib chiqdi. Shundan keyin mahbus ruboiyni aytishga boshladi. Sharqiy tamga Tömür xalpa xotirasidan supursam dar edim vangni qo'shib birga yana yangni qumul osminida dahshat bo'lib yurgan qora changni qo'limga chiqdi oy palta shu kun duldulga atlandim ko'rib tog' ustida cho'lpan degandim bir suyay tangni. Shimoliy tamg'a Abduxoliq Uyg'ur xotirasidan yurakka o'q tegib yatsam idi ostonida hay hay mazorim gul quchib qolsam idi bo'stonida hay hay vatanning dona tuprog'i go'yo oltin hidi zafar tavarruk namini yozsam idi dostonida hay hay. Janubiy tamg'a Xotan Turmusdan xat Şehitler yurti deb berdi bu tarix şan sharaf unvon Çiçeklep sapqini daril asakirda bovam yatqan. Şehitler ezidin avlodimu jangda minib tulpar. Diban hörlük üçün ecdadimiz şuncha qasam yutqan. G'arbiy tamg'a yakan mahbuslardan xat. Perim deb qum ara shoxlar qadalsa sajda qildik biz. Beshida aylanib taat sahar kashlarda qildik biz. Tüfi appaqsının üçün tavap qilib to'kilgan yosh bu so'zni putta ishkal qo'lda ko'yza darta qildik biz. Davomi bor.